Kadastr hujjatlaringizni uyda o'tirgan holatda birgina telefon orqali yangilashni ko'rsataman. Buning uchun biz telefonni internetiga kirib, my.gov.uz saytiga kirib olamiz. Mana shunaqa avtorizatsiyadan o'tganimizdan keyin mana shunaqa oyna hosil bo'ladi. Bunda ko'chmas mulkni bosamiz va birinchilikda turar joy kadastr pasportini shakllantirish va davlat ro'yxatidan o'tkazish chiqadi. O'shani bosamiz. Xizmatdan foydalanishni bosamiz. Men boya ham to'ldirganim uchun mana 100% bo'lib qoldi. Sizlarga tushunarli bo'lish uchun oldingisiga qaytamiz, ya'ni birinchi qadamga qaytamiz. Keyingisini bosamiz birinchi qadamda mana. Ikkinchi qadam arizachi haqida ma'lumot deyapti. Bunda mulkning egasi, ya'ni o'sha uy kimning nomida bo'ladigan bo'lsa, o'shani MyGovdan to'ldirishingizni tavsiya qilaman. Dadangizning nomida bo'ladimi, ayangizning nomida bo'ladimi? O'shanda ayangizning nomidan MyGov ochib, o'shandan to'ldirib ariza tashlaganinglarni ishinglar tezroq bitadi. Pastda propiskada turishni xohlaysizmi, yo'qmi deyapti. Biz yo'qni bosamiz. Keyingisi ariza turi deyapti. Bunda ikkinchisini bosamiz, kadastr pasportini yangilash. Keyingisi obyekt ma'lumotlari. Birdaniga nomingizda uy bo'ladigan bo'lsa, birdaniga bu yoqda tanlangni bosganda chiqib keladi. Mana bizda ham chiqib keldi. Obyekt qaytadan ariza topshirilmoqdami? Yo'qni bosamiz. Keyingisi 6-qadam bizda mana shunaqangi chiqib keladi. O'zi to'ldirilgan bo'ladi bular. Pastdagisini esa ikkinchisini bosamiz. Ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazishni bosib qo'yamizda. Endi esa pastda bizda yana so'raladigan narsalardan bittasi kimdadir hadya shartnomasi bo'ladi, kimdadir notarial oldi-sotdi shartnoma. O'shani belgilab qo'yamiz. Faylni tanlang degan joyiga kadastr hujjatimizda ichida dumaloq pechat bilan urilgan hokimning qarori bo'ladi. O'shani faylni tanlang degan joyiga kiritib olamiz. Bularni ham to'ldirib olamiz. Yaxshilab o'qib to'ldirishingizni tavsiya qilaman. Balki sizlarda boshqacha hujjat bo'lishi mumkin. O'shanga qarab to'ldirasizlar va yuborishni bosasizlar. Yuborishni bosganimizda mana uyni qaysi nomerga SMS kod kelishi, SMS xabar kelishi keltirib ko'rsatiladi. To'lovga imtiyoz bormi? Yo'q. To'lovga imtiyoz yo'q. Ro'yxatdan o'tmagan, nogironligi yo'q deyiladi. Xo'p, mana shunaqangi bo'lib barcha ma'lumotlarimiz chiqib keladi o'zimizga. Mana shuni endi pastda yuborishni bossak bo'ldi, biza MyGovga ariza topshirgan bo'lamiz. Hech qanaqangi davlat xizmatlariga borib, navbatlar kutmasdan.